Avgustdan boshlab 4 yoshdan oshgan, ayniqsa 25-65 yosh atrofidagi ko'plab o'zbekistonliklar uchun juda jiddiy xavf kuchayadi. Pensiya, nafaqa, bank kartasi. Kredit va kompensatsiya nomi bilan odamlarning pulini olib qo'yadigan firibgarliklar yana faollashadi. Men buni shunchaki qo'rqitish uchun aytayotganim yo'q. Oxirgi yillarda eng ko'p aldanganlar aynan yoshi katta. Internet va bank ilovalarini yaxshi tushunmaydigan, lekin kartasida pensiya, maosh, jamg'arma yoki qarindoshlar yuborgan pul turadigan fuqarolar bo'lyapti. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Agar siz erta yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, turmush o'rtog'ingiz yoki qarindoshingiz pensiya kartasidan foydalansa, bu ma'lumot bevosita sizga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ogohlantirishni yaqinlaringizga yuboring. Chunki birgina xato SMS kodi, birgina ha tushundim degan javob yoki birgina shubhali havolaga bosish odamni bir necha daqiqada yillab yig'an puldan ayirishi mumkin. Oldin odamlar pulni asosan naqd ko'rinishda saqlardi. Pensiya pochtachi orqali kelardi. Maosh kassadan berilardi. Katta xarajat bo'lsa, odamlar bankka borib, hujjat bilan ish bitirardi. Firibgarlar ham ko'proq uyma-uy yurib, arzon mahsulot, lotereya, davolash apparati, foizsiz qarz kabi usullar bilan aldagan. Ya'ni odam firibgarni ko'rar edi, gaplashar edi, shubhalansa qo'shnisidan, farzandidan so'rab olardi. Hozir esa hammasi telefonga ko'chdi. Pensiya kartaga tushadi, maosh kartaga tushadi. Qarindosh pulni karta orqali yuboradi. Kommunal to'lov, kredit, soliq, jarima, tibbiy xizmat, hatto davlat xizmatlarining bir qismi ham elektron bo'lib ketdi. Bu qulay, albatta. Lekin aynan shu qulaylikdan firibgarlar foydalanmoqda. Ular sizning uyingizga kelmaydi, ular sizni ko'rmaydi, ular telefon qiladi, Telegram orqali yozadi, SMS yuboradi. Bank xodimiman, pensiya jamg'armasidanman, soliqdanman, ichki ishlar bo'limidanman. Karta xavfsizlik xizmatidan deb ishonchga kiradi. Avgust oyida xavf nima uchun ortadi? Birinchidan, yoz oxiri va kuz boshida ko'plab odamlar kredit, o'qish to'lovi, to'y, davolanish, ta'mirlash, maktab xarajatlari uchun pul aylanmasini ko'paytiradi. Ikkinchidan, pensiya va nafaqa oluvchilar orasida qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, yangi yordam puli. Ro'yxatdan o'tmasangiz to'lov to'xtaydi degan gaplarga ishonadiganlar ko'p bo'ladi. Uchinchidan, firibgarlar aynan shunday mavsumiy tashvishlardan foydalanadi. Odam shoshgan bo'ladi. Tekshirishga vaqti bo'lmaydi. Hozir tasdiqlamasangiz kech bo'ladi degan bosim ostida xato qiladi. Eng yomon tomoni shundaki, oldin odamning cho'ntagidan faqat yondagi pulni o'g'irlash mumkin edi. Hozir esa bitta karta orqali nafaqat kartadagi pul, balki telefon raqamiga ulangan boshqa hisoblar, onlayn kredit, mikroqarz, muddatli to'lov, hatto qarindoshlar yuborgan pullar ham xavf ostida qolishi mumkin. Firibgar sizdan faqat bitta narsa olmoqchi bo'ladi. SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, bank ilovasiga kirish paroli yoki sizni havolaga bostirib zararli ilova o'rnattirish. Shundan keyin u pulni yechib oladi. Boshqa kartaga o'tkazadi yoki sizning nomingizga kredit rasmiylashtirishga urinadi. Asosiy qism bir, kimlar ko'proq xavf ostida va kimlar kamroq xavotir olishi mumkin, men tajribamdan aytaman. Eng katta xavf guruhida 4 yoshdan yuqori bo'lgan, lekin telefon va bank ilovalarini chuqur tushunmaydigan odamlar turadi. Ayniqsa 55 yoshdan oshgan ayollar, 6 yoshdan oshgan erkaklar, pensiya kartasini farzandi yordamida ishlatadiganlar, sems keldi, nima qilishni bilmadim deb boshqalardan so'raydiganlar ko'p hollarda firibgarlarga nishon bo'ladi. Masalan, bir ayolni olaylik, u 58 yoshda, yaqinda pensiyaga chiqishga tayyorgarlik ko'ryapti. Telefoniga sizga 1.200 ming so'm ijtimoiy kompensatsiya ajratildi. Olish uchun havolaga kiring degan xabar keladi. U xursand bo'ladi, chunki narxlar oshgan, dori-darmon kerak. Nabirasiga maktab kiyimi olish kerak. Havolaga kiradi. U yerda karta raqamingizni kiriting deyiladi. Karta raqamini kiritadi. Keyin tasdiqlash kodi keladi. U kodni ham kiritadi. Natijada kompensatsiya emas. Kartasidagi 2.800 ming so'm pul boshqa hisobga o'tib ketadi. Bu yerda asosiy xato shuki, davlat idorasi yoki bank hech qachon kompensatsiya berish uchun sizdan kartaning maxfiy kodini so'ramaydi. Ikkinchi misol. O'g'li 2 yoshli erkak pensiya oladi. Unga qo'ng'iroq qilishadi. Assalomu alaykum, men bankingiz xavfsizlik xizmatidanman. Sizning kartangizdan 4.500 ming so'm yechib olinmoqchi.
Agar bu siz bo'lmasangiz, hozir kelgan kodni ayting. Operatsiyani to'xtatamiz. Odam qo'rqadi. Chunki pulim ketib qolarkan deb o'ylaydi. Firibgar esa aynan shuni kutadi. U odamni qo'rqitib o'ylashga vaqt bermaydi. Erkak SMS kodni aytadi va bir necha daqiqada pul yechiladi. Aslida bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Bankning haqiqiy xavfsizlik xizmati operatsiyani o'zi bloklashi mumkin, lekin sizdan maxfiy kodni talab qilmaydi. 3-misol. 45 yoshli fuqaro ishlaydi, lekin qo'shimcha daromad izlaydi. Telegramda avgustdan yangi davlat dasturi yetim yoshdan oshganlarga imtiyozli kredit garovsiz darhol degan reklama ko'radi. Ariza to'ldiradi. Pasport rasmini, plastik karta ma'lumotini yuboradi. Keyin undan sug'urta to'lovi yoki komissiya deb 120 ming so'm so'rashadi. U yuboradi. Keyin yana 300 ming so'm faollashtirish deyishadi. Oxirina kredit bor, na dastur bor. Ba'zan esa undan olingan pasport ma'lumotlari keyingi firibgarliklarda ishlatiladi. Bu juda xavfli, chunki odam faqat bugungi puldan emas, shaxsiy ma'lumotidan ham ayriladi. 4-misol. 15 yoshli pensionerning farzandi Rossiyada yoki boshqa davlatda ishlaydi. U har oy pul yuboradi. Bir kuni otasiga Telegramda o'g'lingiz avariyaga uchradi, tezda pul kerak yoki mening telefonim buzildi. Shu kartaga pul tashlang degan xabar keladi. Profil rasmi o'g'liga o'xshaydi, ism ham o'sha. Ota shoshadi, tekshirmaydi. 3 million so'm yuboradi. Keyin bilsa o'g'li bilan hammasi joyida, bu firibgar bo'lgan. Bu usulda firibgarlar insonning eng zaif joyiga, ya'ni oilasiga bo'lgan meriga zarba beradi. Kim kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz hech qachon SMS kodni birovga aytmasangiz, notanish havolalarga kirmasangiz, bank ilovasiga parolni hech kimga bermasangiz, kartangizga limit o'rnatgan bo'lsangiz, har bir qo'ng'iroqni rasmiy raqam orqali tekshirsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men hammasini bilaman deb beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Chunki firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topadi. Ular oddiy odamga o'xshab gapiradi. Davlat tili yoki rus tilida ravon so'zlaydi. Hattoki sizning ismingizni, familiyangizni, qaysi bankdan foydalanishingizni ham bilishi mumkin. Bu ma'lumotlar turli ochiq manbalar, eski bazalar yoki ijtimoiy tarmoqlardan topilgan bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat, karta raqami bilan CV kodni farqlash kerak. Karta raqami ba'zan pul qabul qilish uchun kerak bo'lishi mumkin. Masalan, qarindoshingiz sizga pul yuboradi, karta raqamini so'raydi. Lekin kartaning orqa tarafidagi 3 xonali CVV kod SMS tasdiqlash kodi. Bank ilovasi paroli hech kimga aytilmaydi. Hatto u odam o'zini bank xodimi desa ham, prokuratura desa ham, soliq idorasi desa ham, pensiya jamg'armasi desa ham aytilmaydi. Ikkinchi nozik jihat. Firibgarlar rasmiyga o'xshash saytlar qiladi. Masalan, manzilda bitta o'qta harf o'zgargan bo'ladi. Logotip davlat idorasiga o'xshaydi, ranglari banknikiga o'xshaydi. Pastida tasdiqlangan degan yozuv bo'ladi. Oddiy odam buni farqlay olmaydi. Shu sababli hech qachon Telegram, SMS yoki notanish reklamadagi havola orqali karta ma'lumotini kiritmang. Davlat xizmatlari kerak bo'lsa, mytech.uz orqali kiring. Bank operatsiyasi kerak bo'lsa, faqat rasmiy bank ilovasidan yoki bankning rasmiy saytidan foydalaning. Pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki rasmiy ishonch telefonlariga murojaat qiling. 3-tuzoq. Sizning nomingizga kredit olishyapti degan qo'rqitish. Bu eng xavfli usullardan biri. Firibgar qo'ng'iroq qiladi va sizning nomingizga 20 million so'm kredit rasmiylashtirilyapti. Hozir bekor qilishimiz kerak deydi. Keyin sizdan ilovaga kirishni, kod aytishni yoki ekranni ulashishni so'raydi. Ekranni ulash degani u siz telefoningizda nima qilayotganingizni ko'radi. Siz bank ilovasiga kirsangiz, u balansni ko'radi, kodni ko'radi. Tugmalarni bostiradi. Oddiy qilib aytganda, siz telefoningizni o'zingiz ushlab turgandek bo'lasiz, lekin boshqaruv firibgar qo'lida bo'ladi. 4-nozik jihat, haqiqiy xodim bilan firibgarni farqlash. Haqiqiy bank xodimi sizga karta mahsuloti, kredit muddati, filial manzili haqida umumiy ma'lumot berishi mumkin. Lekin u sizdan SMS kod, CVV, parol, bank ilovasiga kirish ma'lumoti, ekran ulashish, AnyDesk yoki boshqa masofaviy dastur o'rnatishni so'ramaydi. Agar so'rasa, qo'ng'iroqni darhol uzing. Men hozir o'zim bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilaman deng. Firibgar sizni ushlab qolishga urinadi. Hozir uzsangiz pul ketadi. Siz javobgar bo'lasiz, kartangiz bloklanadi deydi. Mana shu bosimning o'zi firibgarlik belgisi. 5-nozik jihat. Pensiya va nafaqa to'lovlari haqida mish-mishlar. Har yili
ayniqsa avgust sentyabr atrofida hamma pensionerga falon pul beriladi. 25 yoshdan oshganlarga maxsus kompensatsiya. Ro'yxatdan o'tmaganlar nafaqadan qoladi degan xabarlar tarqaladi. Ba'zan bu xabarlar noto'g'ri tushunilgan rasmiy yangilikdan kelib chiqadi, ba'zan esa to'liq firibgarlik bo'ladi. Siz eslab qoling. Agar to'lov haqiqatan davlat tomonidan berilsa, u haqida rasmiy manbalarda e'lon bo'ladi. Mahalla pensiya jamg'armasi, MyBoyGov.uz yoki bank orqali aniq tartib tushuntiriladi. Hech qachon maxfiy kod evaziga davlat puli berilmaydi. 6-chi nozik jihat. Oilada telefon kimning nomida, karta kimning qo'lida? Ko'p oilalarda pensionerning kartasi o'zida, lekin telefon raqami farzandining nomida yoki aksincha bo'ladi. Ba'zan karta onaning nomida, ilova o'g'lining telefonida turadi. Bu ham xavf tug'diradi. Chunki operatsiya bo'lsa, kim tasdiqlaganini, kim kod olganini, kim pul yechganini keyin aniqlash qiyinlashadi. Oilada moliyaviy masalalar tartibli bo'lishi kerak. Har bir karta egasi o'z kartasi bo'yicha asosiy qoidalarni bilishi zarur. 7-tuzoq. Pul qaytarib beramiz degan ikkinchi firibgarlik. Odam bir marta aldangandan keyin internetda yordam izlaydi. Shunda yana kimdir yozadi. Biz yo'qolgan pulni qaytarib beramiz. Faqat oldindan xizmat haqqi to'laysiz. Bu ham ko'pincha firibgarlik. Bank kartasidan noqonuniy yechilgan pul masalasida birinchi navbatda bankka, keyin ichki ishlar organlariga murojaat qilinadi. Pulni qaytarish bo'yicha hech qanday yashirin mutaxassisga oldindan pul yubormang. Birinchi qadam, kartalaringizni tekshiring. Qaysi kartada pensiya, maosh yoki asosiy pul turadi? Shuni aniqlang. Agar imkon bo'lsa, asosiy pul turadigan kartani internet xaridlar uchun ishlatmang. Kundalik to'lovlar uchun alohida karta qiling va unda ozroq pul saqlang. Masalan, pensiya kartasi 3 million so'm tursa, bozordagi yoki internetdagi mayda to'lovlar uchun alohida kartada 200-300 ming so'm ushlash xavfsizroq. Ikkinchi qadam, bank ilovasida limit o'rnating. Kunlik pul o'tkazish limiti, onlayn to'lov limiti, naqd yechish limiti bo'lsa, ularni o'zingizga mos qilib pasaytiring. Masalan, siz odatda bir kunda 500 ming so'mdan ortiq o'tkazma qilmasangiz, limitni 5 million qilib qo'yishning hojati yo'q. Firibgar kirsa ham limit unga to'siq bo'ladi. Limitni kerak bo'lsa, keyin bank orqali oshirish mumkin. 3-qadam, SMS kod bo'yicha oilaviy qoida kiriting. Uyda hamma bilsin. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Ona ham aytmaydi, ota ham aytmaydi, farzand ham notanishga aytmaydi. Agar kimdir kod ayting desa, javob bitta. Yo'q, men rasmiy joyga o'zim murojaat qilaman. Bu qoidani qog'ozga yozib, ota-onangizning telefoni yoniga, shkafga yoki ko'rinadigan joyga ilib qo'ysangiz ham bo'ladi. 4-qadam. Shubhali qo'ng'iroqda nima deyishni oldindan tayyorlab qo'ying. Masalan, sizga bankdamiz desa shunday deng. Rahmat, men hozir qo'ng'iroqni uzaman va kartam orqasidagi rasmiy raqamga o'zim telefon qilaman. Keyin haqiqatan ham qo'ng'iroqni uzing. Firibgar sizni gap bilan ushlab qolmasin. Odamlarning ko'pi aynan uzolmagani uchun aldanadi. Ular qo'pol bo'lib qolmayin deb o'ylaydi. Moliyaviy xavfsizlikda qo'pollik emas, hushyorlik kerak. 5-qadam, rasmiy manbalarni belgilang. Telefoningizda bankingizning rasmiy raqamini saqlab qo'ying. Pensiya masalasi bo'yicha hududiy pensiya jamg'armasi manzilini bilib qo'ying. Davlat xizmatlari uchunmay. Kovuz manzilini yodda tuting. Soliq masalalari bo'lsa, rasmiy soliq organlari orqali tekshiring. Mahallaga oid yordam puli bo'lsa, mahalla mas'ullaridan yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limidan shaxsan so'rang. Telegramdagi noma'lum kanal, Facebookdagi izoh, WhatsAppdagi tarqatma xabar rasmiy manba bo'la olmaydi. 6-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar uchun bu juda muhim. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha ma'lumotlar, arxiv ma'lumotnomalari, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari. Nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjatlar tartibli papkada tursin. Nega buni firibgarlik mavzusida aytyapman? Chunki hujjatlari chalkash odam ko'proq yordam beraman degan vositachilarga ishonadi. Pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, avgustgacha ro'yxatdan o'tkazib beraman degan odamlar pul so'rashi mumkin. Rasmiy ishni rasmiy idora orqali qiling. 7-qadam. Agar allaqachon kod aytib qo'ygan bo'lsangiz, bir soniya ham kutmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Bank ilovasiga kira olsangiz, kartani vaqtincha bloklash funksiyasidan foydalaning. Keyin eng yaqin bank filialiga boring, ariza yozing.
qaysi vaqtda qo'ng'iroq bo'lganini, qaysi raqamdan bo'lganini, qancha pul yechilganini, qaysi kartaga yoki hisobga o'tganini imkon qadar aniq ko'rsating. Keyin ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Agar internet firibgarligi bo'lsa, kiber jinoyatlar bo'yicha ham ariza berish kerak. Telefoningizdagi SMS, qo'ng'iroq tarixi, Telegram yozishmalari, chek va skrinshotlarni o'chirmang. Bular dalil bo'ladi. 8-qadam. Ota-onangizni bir marta emas, qayta ogohlantiring. Ko'pchilik farzandlar aytdim-ku, tushunish deb o'ylaydi. Lekin firibgarlar juda ishonarli gapiradi. Shuning uchun ota-onangiz bilan real mashq qiling. Masalan, agar senga bankdanman deb kod so'rasa nima qilasan deb so'rang. Ular aytmayman deb javob bersin. Agar o'g'ling avariyada deb pul so'rasa nima qilasan deb so'rang. Javob avval o'zim o'g'limga yoki boshqa qarindoshga qo'ng'iroq qilaman. Bunday mashqlar oddiy ko'rinsa ham xavfli vaziyatda odamga tayyor javob beradi. 9-qadam. Telefon xavfsizligini kuchaytiring, parol qo'ying. Barmoq izi yoki yuz orqali kirishni sozlang. Bank ilovasiga juda oddiy parol, masalan 1001, 1234 tug'ilgan yilni qo'ymang. Telegram va boshqa messenjerlarda 2 bosqichli himoyani yo'qing. Notanish ilovalarni o'rnatmang. Bu ilovani o'rnatsangiz pul tushadi. Tekshiruvdan o'tish uchun shu dastur kerak degan gaplarga ishonmang. Ayniqsa masofadan boshqaruv dasturlari juda xavfli. Chunki ular orqali telefoningizdagi harakatlar ko'rinishi yoki boshqarilishi mumkin. 10-qadam. Qarindoshlar bilan maxfiy so'z kelishib oling. Bu juda oddiy, lekin foydali usul. Masalan, oilada kelishasiz. Agar kimdir favqulodda pul so'rasa, avval bitta maxfiy savol beriladi. Bobomizning laqabi nima edi? Yoki oxirgi marta qayerda uchrashgandik? Kabi savol. Firibgar buni bilmaydi. Bundan tashqari, pul yuborishdan oldin ovozli qo'ng'iroq yoki video qo'ng'iroq qiling. Faqat yozishmaga ishonmang. Avgustdan boshlab yoshi 40 dan oshgan, ayniqsa pensiya va nafaqa oladigan fuqarolar uchun eng yomon xabar shuki, firibgarlar yanada faol, yanada ayyor va yanada ishonarli bo'lib bormoqda. Ular sizning pulingizni kuch bilan emas, o'zingiz kod aytishingiz, havolaga kirishingiz yoki shoshilib qaror qilishingiz orqali olib qo'yadi. Shuning uchun asosiy qoida juda oddiy. SMS kodni hech kimga aytmang. Shubhali havolaga kirmang. Rasmiy manbadan tekshirmasdan hech qanday kompensatsiya, kredit, yordam puliga ishonmang. Agar sizda pensiya, nafaqa, karta xavfsizligi yoki avgustdan tarqalayotgan shubhali xabarlar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi usulda qo'ng'iroq qilishdi, qanday SMS keldi, nimani va'da qilishdi, yozib qoldiring, boshqalar ham ehtiyot bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bugun bir odamni ogohlantirsangiz, ertaga uning pensiyasi, maoshi yoki yillab yig'gan puli saqlanib qolishi mumkin.